O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasklad qildirmoqchi bo'lganlar shapka profilli nomer bor. Через WhatsApp orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Menda faqat WhatsApp bor. Telegram va boshqa anaqalar yo'q, sayt yo'q. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan, kommentariy yozishni unutmaymiz. Xo'p, o'rtoqlar, bugun kartamga savolim. Aqlingizdagi kishi nimaga hech nima qilmayapti? Ya'ni aqlingizdagi kishi nimaga na bo'larli, na bo'larsiz bo'lmayapti? Mana ketdik. Butun fokusinglarni u insonga qaratinglar. O'ylanglar uni. Hech narsa ichishli shart emas, faqat o'ylaysizlar, mana spokойный joyda eshitasizlar. Mendan bo'lsa chiroyli rasklad qilib berish. Ana ketdi. O'rtoqlar, kechalari bilan uxlamay qolsizlarmi? Siqilish chiqdi. Yo'q joydan turib ko'zingizga yosh kelishi yoki turib xo'rsinib yig'lashlar bo'ladi-ku, shunaqalar bo'lyaptimi? Ichki tuyg'ularda shunaqa narsalar o'tyaptimi o'rtoqlar? Kommentariyada yozinglar, chunki shunaqa chiqdi. Kartam aytyaptiki, o'tda endi bitta ayol energiyasi, men hozir bolni ko'ryaptim, qizni ko'ryaptim, bilmayman, lekin bu karta основной ayol energiyasini olyapti. Bilasizmi? Ancha haqsizliklar bo'libdi siz aqlingizdagi kishini orqasidan. Ancha haqsizliklar bo'libdi, ancha yurek siqilishlar bo'libdi, ancha xiyonat bo'libdi. Bilasizmi? Siz ko'p harakat qilibsiz. U shunchaki bo'yniga mas'uliyat kelsa qochibdi, yokida qanaqadir ko'rmasdan kelibdi ko'p narsalarni. Bu yerda siz ko'p harakat qilganingiz tushyapti. Siz bu отношенияni qattiq o'sha dalshi yana harakat qilganingiz tushyapti. Bu yerda qisqa qilib aytganda mard ayoli rolini siz o'ynayapsiz. Aqlingizdagi kishi shunchaki tomoshabin bo'lib qolibdi. U nimaga harakat qilmayapti? Harakat qilgisi kelmayotgan ekan, tushunyapsizmi? Harakati yo'q. O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy qildirmoqchi bo'lganlar shapka profilli nomer bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi, через WhatsApp orqali. O'rtoqlar, men sizlarga kichkinagina bir men tomonidan bo'lgan kamchilik uchun tushuntirib o'tish videosi bu. To'g'rirog'i, bu safar karta ko'rmaymiz. Ko'p kommentariyalar keldi. Aida opa, niye video sonu, ya'ni oxiri yo'q degan ikkitami, uchtami eslolmayman. Shunaqa bir tushunmovchilik videolar bo'libdi. Men uzr so'rayman kamchilik uchun, chunki men hali yaxshi bilmayman foydalanishni TikTokni. Videosini yoqaman, tugaguncha rasklad qilaman. Qo'limdan kelgancha tez gapirib qilishga harakat qilaman. Endi sizlarga yaxshi, to'g'ri tushuntirib beraydi. Chuqurroq ba'zida gapirib yuboraman, ba'zida qisqa gapiraman, ba'zida ko'p gapirib yuboraman. Shunaqa kommentariyalar ham bo'ldi, ko'p gapiryapsiz degan. Endi o'rtoqlar meni tanigan biladi, meni постоянно klientlarim biladi men qanaqaligimni, xarakterimni. Shunga men hech nima demayman, o'zimni oqlamayman ham. Shunchaki qo'limdan kelgancha sizlarga chiroyli bir общий rasklad qilishga, ba'zi birlarga balki foydam tegayotgandir, xursand bo'laman. Agar kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Shu narsani aytish uchun hozir video olyapman. Bir-biriga bog'lash, montaj ishlarini men uncha yaxshi bilmayman. Shunga kamchiliklar bo'lsa uzr, meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman o'rtoqlar.